yaqin orada uylanish kerak bo'lgan bolalar uchun top 6 ta sinalgan qo'shimchalarni aytib o'taman. Birinchisi, vitamin D K2 ga qo'shilgan varianti, energiya va gormonal balans uchun. Vitamin D testosteron bilan libidoni ko'tarib beradi va immunitetni yaxshilashtirib beradi. Keyin uyalib qolmaysizlar. Ikkinchisi, sink. Yuqori testosteron, teri va yaxshi sochlar uchun. Sink testosteron va spermatogenez ishlab chiqarilishiga yordam beradi. Sizlarni terilarni, soch va tirnoqlarni yaxshilashtirib beradi. Uchinchi qo'shimchamiz ashvaganda, antistress va yuqori testosteron. Ashvaganda organizmingizda kortizol miqdorini kamaytiradi, buni evaziga sizlarda testosteroningiz oshadi, libido yaxshilanadi va uyqungiz ham ancha yaxshi bo'ladi. To'rtinchi qo'shimchamiz siz bilmagan selen. Selen spermatogenez ishlab chiqarilishida eng asosiy mikroelementlardan hisoblanadi va ularning sifatini yaxshilaydi. Beshinchisi, vitamin E. Vitamin E spermatogenez sifatini yaxshilab beradi va kelajakda sog'lom farzandli bo'lishingizga yordam beradi. Oltinchisi, L-arginin spermatozoidlarning sonini va harakatchanligini yaxshilashtirib beradi. Ushbu qo'shimchalarni albatta ichinglar va keyin rahmat deb qolasizlar.